Assalomu alaykum, Islomjon o'z kanali obunachilari, YouTube ishqibozlar. Aziz tomoshabinlar, akalar, mana sizlarga o'zimni mini firmamdan video syomka qilyapman akalar. Semental toza avstriyskiy semental Nova so'raganlar akalar. Mana sutiyimda sutdan chiqarsa bo'laveradigan pashta sutiyimdilar akalar. Ko'ringlar, ichida g'unajini ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tib ketaman akalar. Molimiz soni 9 dona. 9 dona akalar. Kimga qiziq bo'lsa, iloji boricha akalar bir joyga sotamiz. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Qorako'l qishlog'ida akalar. Haqiqiy 100% o'ta polvonlari akalar. Xo'p, ko'ringlar, hammasini ma'lumotlarini beraman akalar. Hozir bu yerda 8 ta buqorada, ana yerda g'unajinimiz ham bor, katta zagonni turibdi. Bularga qo'shib bo'lmagan. Bularni suzadib, katta zagonda sigirlarni qo'tarib yuradi akalar. Ko'raverasizlar akalar. Bo'ylari 95, 1 metr. Mana qoraola gibridlarni biri 10, biri o'sha 10 shunaqa, o'sha bitta sementalimiz ham bor, o'sha biri 10 atrofida, biri 5 pilusda. Shunaqa akalar. Ko'ringlar, hammasi sutga to'ygan, sut ichib turgan, o'ta polvonlar akalar, o'ta polvonlar. Ma, obosh. Hop, ko'ringlar akalar. Hop, bu yerda 5 ta, 6 ta semental toza, 3 ta gibrid akalar. Gibrid, bitta gibridni bittasi g'unajin akalar. Mana qorasi g'unajin akalar. Bularning eng kichigi ham shu 3 oylik atrofida, 2,5 oylik, 3 oylik atrofida akalar. Mana shu 4 oylik. Sutga to'ygan ayiq polvonimiz 4 oylik akalar. Ko'ringlar mana. Hop, narxini akalar, qizig'i narxini bir joyga olaman deydiganlar, misol chiqadi, bir joyga shuni hammasini olib qolaman deydiganlar, 9 tasini akalar, bir joyga shuni tashlab qolaman deydiganlar chiqadigan bo'lsa, hop, 6 ta semental, 3 ta gibrid. 23 million so'mdan akalar, bir joyga bo'lsa, quyuq ketaveradi akalar. Pasti ham bor, qimmati ham bor, arzoni ham bor akalar. Bularning ichida quyuq bir joyga olaman deganlar. Atak mana sementallarni o'zini olaman, yo mana gibridlarni olaman deganlarga ham kelishaveramiz. İmkon darajada akalar jup yo bir komplet olganiga sotiladi akalar. Misol bitta unisidan bitta bunisidan qilaman deydiganlar bo'lsa, ketaveradi akalar. Mana ko'ringlar, hammasi yeb ichishi, sog'liqlari zo'r, xudo xolasa akalar. Mana ichib turgan akalar. Misol mana sementallar mana 5 tasi, ana qora g'unajin, kakpuroyni sut ichib turgan, bilan sut ichadi akalar. Ko'ringlar. 23 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman akalar. O'sha aytilgan narxda O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Atak o'zim kelib olib ketaman deydiganlar bo'lsa, kelishaveradi. Vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib beraman, o'tib ham beraman akalar. Bir joyga olaman deydiganlar. Foydalanuvchilar ham akalar, ko'ringlar mana sementallarni ko'ringlar, foydalanuvchilar. Go'sht qaytarib, lekin sut ichib turgan akalar, haqiqiy 100% tozalari, o'zimga boqib olib turgan mollarim akalar. Pul kerakligi uchun ma'lum bir sabablarga ko'ra sotyapman akalar bularni. O'zasizlar nima qilmasdim, o'sha bularni 7 oylik, 8 oylik, 6 oylik qilib sotmoqchi edim. O'zim shu maqsadda boqyapman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra sotyapman akalar. Mana 2026 baldoq taqqan mana shu buqalarni ketaveradi. Akalar, agar misol mana shuni ko'pchilik qimmat ordan deyishi mumkin. Kelishib qolsa akalar 27 million so'mga mana shu o'zimga minus bo'lib qolaveradi. Aytilganlik kelishib qolib narxdan 27 million so'mga mana shu biz uni o'zim olib qolaveraman. Kelishib hammasini nima qilib qo'ysak. Hop. Mana ular misol mana semental buqalar 24 million. Ay qistalar 25 million deyishi mumkin. 23 million deyishi mumkin akalar, misol. Mashalar 23 million tepasidagi bular. Bir oy farqi bor xolos, mana ular bilan bir oy farqi bor xolos. Bular kundan kunga o'sadigan paytga bo'lgan bular hammasi. Hammasi akalar. Mana gibridlar ham, mana qoraola cho'nni piyostirgan bolalari ham chakana sigiri bolalari emas, misol. O'sha zotdor sigirlarning bolalari. Bular 5 oylik. Tepasida 5 oylik shunaqa oyliklar akalar. Qoralar. Mana sementallar mana shu 4 oylikdan o'tdi, mana shu qo'chon. Mana ular shu 3 oylik.
to'rtlik yana bitta mana bor. Buni sutdan chiqarib qo'ygan akalar. Besini ham ichaveradi, lekin sutdan chiqarib qo'ygan mana shu novasi ham. Bu ham bor. Bu ham tuxum kalla. Bularning ichidan shu 3tasini, 4tasini shoxini kuydiradigan hozir rosa paytida akalar. Kuydirilmagan, hozir rosa paytida. Hali qattiq nima bo'lmagan, kuydiradigan paytida. Kuydirib olasizlar, misol oladigan odam. Mana 3tasi zavodskiy to'qol. Zavodskiy tuxum kallalar. Bularning ichida birortasini hali olib o'zim kuydirganim yo'q. O'shaning uchun zavodskiy to'qollari ham bo'lgan ichlarida. Zavodskiy to'qollari ham bor akalar. Hammasi 100% tozalar akalar. 100% tozalar. Hop. Bitta bo'g'oz qo'ydik akalar. Bo'g'ozni bitta zagonni ichi oyog'ini urib olgan ekan. Xaridor keldi, ko'rishdi, nima qilishdi, o'sha oyog'iga o'zim ham narsa qilmadim. To'g'risi sog'lom bo'lsa, yetib bo'lganda xudo xolisa sotamiz akalar. Bu yetilib nima bo'lsin, xudo xolisa sotamiz shu anda akalar. Bo'g'ozim o'sha kecha qo'ygan shu 3 oylik oshiq bo'g'ozim bor edi. 45 ming tepasida deb qo'yganim bor edi akalar. O'shani yetilsa xudo xolisa sotamiz uni ham akalar. Mana shu qo'lga urganga mana shu orqada dum bo'lib yuraveradi mana shu hammasi. Beradi, berilgan. Hop akalar, ko'ringlar, xudo xolisa sizlarga narx-navolar qimmat tuyulishi mumkin akalar. Bularni misol hammasi ham akalar kerak bo'lsa buni puliga kattagina semental olishingiz mumkin. Katta deb katta ham emas, misol 1.15 1.10 semental novasi olishingiz mumkin. Misol g'arib bo'lib qolgan shoxi bor yo shunaqa olishingiz mumkin, lekin bu sifat tomonlama, sifat puli bo'lyapti xolos bularni. Go'shtga pichiydiganlar, negativ yozadiganlar akalar. O'ylashib nima qilaverasizlar akalar. To'g'ri, hozir qimmat tuyulishi mumkin. O'zi mashina yangi tug'ilganini ham 17 million, 8 million olyapsizlar, 15, 16 million olyapsizlar misol yangi tug'ilganini ham. Bularning eng arzoni ham akalar 16 million so'mdan olib kelganman, jupiga olganman. 32 million, 33 million, 34 million olgan videolarni. Ko'ring akalar. Hammasi 100% toza avstriyskiy semental buqada. Ana o'najin ham akalar, o'najin zo'r. Hozir o'najinga bir kishi xaridor kelyotgandi. Agar kechagi videoda chiqarilgan o'najini ham ko'rsatib qo'yaman akalar, ko'rasizlar. Mana akalar. O'najini mana yak ko'zini bir ko'ringlar. Mana orqa boshlari akalar. Orqa korobkalari ham zo'r. Robotchak mana orqa korobkalari akalar. O'najin ham o'sha bitta narxda kirib ketaveradi shularga. Qo'shilib ketaveradi. Yakdan bo'lsamiz akalar. Telefon nomerimga musofirda akalar qo'yilgan nomerga telefon qilaverasizlar. Yo'q bo'lsam mana Telegram, WhatsApp bor. Asosan Telegramdan yozaverasizlar akalar. WhatsApp ham bor, shu nomerda WhatsApp ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar. WhatsAppga yozib qo'ysangiz javob bera olmasam o'zim qaytaraman akalar. Nima qilaverasizlar akalar? Mana akalar, qoraga orqa korobkalar akalar. Orqa korobkalar mana Galeshtin. Inasi shu qora Galeshtin degan, gibrid Galeshtin, gibrid chachishgan ekan inasi. Mana shu yerda mana shu ketdagi. Sigirka olaman deganlarga akalar mana sut qo'ygan, berasizlar lekin bersangiz yaxshi natijaga erishasizlar akalar. Sutdan chiqarsangiz ham bo'laveradi-yu. U kiyimga kakflojni kirib bo'lgani, lekin sut bersangiz aytgan natijaga erishasizlar lekin kuniga chiqib ketmaydi. Qorin solib shpinacha. Mana akalar. Biz sizlarga tozasini beramiz akalar, xudo xolasa. Bog'i o'zingiga bog'liq. Yublablik. Shuna tutcha. Mana akalar.